Salom do'stlar, biz Tübingen Tübingen Rossiya ham chiroyli shahar ekan. Hozirgina vokzaldan tushib shunday masjidga bordik. Nekkar daryosi, naryoqda har xil anaqa rangli uylar bor ekan. Eng qiziq narsasi, mamtikimda qarasa, ko'prik ustiga avtobus oстановкасini qurishgan ekan. O'shda turib odamlar kutotdi. Mana ko'prikdan pastga tushdik. Rangli uylarni qaranglar. Nekkar daryosi, boyagi ko'prik. Eng qizig'i mamtikka rosa chiroyli qilib kaptarlarga uy qurib qo'yishgan ekan. Ichida yashayapti ular. Bu tomonda bo'lsa chiroyli park, mana daraxti. Anaqasi kengligi o'z bitta buni emas, hammasi ham ichli bo'lsa kerak, chunki hamma bu daraxtlar. Katta daraxtlar ekan pastlari. O'ziga xosligidan yana bittasi internetda o'qiganimda, bu kema emas, mana shu qayiqlarda o'tirib tur qilsa bo'lar ekan. Hozir mana qayiqlar shunday Nekkar anaqasida, daryoni ustida shunday turibdi. Oldindan bron qilsa, qayiqda tur qilsa ham bo'ladi. Abshi chiroyli mana bu park. Endi biz I meant what I said when I said kichkina magazinimiz ko'p ekan bizda. 1500 I never want to let you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. Ko'chalari rosa Venetsiyani ko'chasiga o'xshab ketar ekan. Bu tomonga yursa, to'rga borsa bo'lar ekan. Mana bu to'rga, Rathausga. Bu tomonga yursa ham bo'lar ekan, pastga tushsa ham bo'lar ekan. Hammasi aytishdi. Menga ko'proq Heidelbergga eslatadi. Biz mana hali ham aytishdida biza. Bu yerda qanaqadir Italiyani magazinlari, kichkina butiklari ko'p ekan. Marojniylar ham har qadamda. Oyoq kiyim, boshqa kiyim magazinlar, kichkina butiklar, Italiyan oyoq kiyimlari, kiyimlar sotadigan joylar bor ekan. If we try to, we can make it. Don't we ever just take some chances? Stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Little problems we could solve. Try another, I know you got one. There's no hurry, life likes calling. In the wind we driving to our state. Marktplatz konsertda tayyorlanishyapti ekan. Rosa chiroyli va biz ham bu magazinni ko'rib qoldik tasodifan. Bu yerga Samarqand yozilgan. Hozir endi ichiga ko'rmoqchimiz. Samarqand taqinchoq sotadigan magazin ekan. Har xil toshlar sotishar ekan. Let's not miss this opportunity. Tabiiy toshlar. We've been with me. Katta. O'zlari yasashgan ham bor ekan mana. You're the king of Carolina. You're the singer. 35 euro, 60 euro har xil Crowds kulonlar. around here, they just talk through you. Nothing's better. Toshni olib o'zi yasasa ham bo'lar ekan yoki shunaqa tayyorni sotsa ham bo'lar ekan. Mana bu fioletovyisi 2 qilingani 9 euro ekan.
there's an angel. Bingen shunosiga 300 metr mashqdan tepaga chiqarkanmiz. Bu tomonda yana ko'chalar. Endi biz qasrga keldik. Bu yerda ham даже odamlar yashar ekan. Bu eshiklar ham eski bo'lsa kerak. Yurib qasrga yetib keldik. Shlos 20:00gacha har kuni ochiq ekan. 7da ochilar ekan, 8da yopilar ekan. Tübingen qasri. Yuqori qasr ekan. Eshiklari ham yog'och eshik qalin. Qasrlarga tushib kirish tekin ekan Tübingen qasriga, manimcha hovlilariga ham tekin. Bizdan yana o'sha qasr ichiga kirishmadim. Biz yana mashuqa o'rgimshiga joylab topdik. Ichkariga kirsak, tugasa qanaqadir fontanning oldidan chiqamiz ekan. Hozir kiramiz ishga. Ichiga kirsak, tiket xonasi haqida planda hech qanaqa gap yo'q. Shuning uchun biz o'yladik, tiketga olish shart emas ichiga kirish uchun. Mana bu qasr. Mana bizga highlight. Bu yerda studentlar o'qirkan. Bu universitet ekan. Tübingen universiteti mashhur ekan. Men bu to'g'ridagi aniq fanlar matematika fakulteti, bu tomonda bo'lsa iqtisod fakulteti ekan. Wow. Bu просто вообще zo'r. Mana nimaga bu yerga kirish tekin. Chunki lekin studentlarni tasavvur ham qilish qiyin. Bu yerda o'qisa agar student sport qilishga ham hojat yo'q. Avtobus kelishini ham bilmadim, bu yerga keladimi yo'qmi, lekin wow, просто tashqaridan odamlar kirishi mumkin emas ekan. Universitetga mana eshiklariga yozib qo'yibdi. Tashqaridan ochiq eshik ochiq emas, o'sha xullas begona odamlar uchun kirish mumkin emas, chunki u yerda darslar bo'lar ekan. Bu bo'lsa mana sotsial filologiya fakulteti bilan iqtisod fakulteti. Orqa hovlisiga chiqsak, bu yerda observatoriya bor ekan. To'g'rida studentlar dam olishar ekan. Mana bu bo'lsa boya biz ichida yurgan joy, o'rtadagi maydon, orqa hovli. Universitet. Shu yerda studentlar o'qishar ekan. Ham qasr, ham universitet. Uchta fakultet shu yerda ekan. Mana panorama. To'g'rida poyezd yo'l. Hauptbahnhof, vokzal markaziy. Mana bu yerda bo'lsa universitet deb yozilgan. Biz orqa tomondan kirgan bo'lib chiqatdik. Menimcha rostdan Zapam aytdi. Bu biz boshqa anaqadan keldik, orqa tomonidagi ko'chasidan chiqdik. Bu hozir men bittadan pastga tushsak, menimcha boyagi markaziy Aytshtat ko'chalaridan bittasiga chiqib qolamiz. Babshi chiroyli. Shunda olib qasrni universitet qilib yuborishgan ekan. Germaniyada Tübingenga qilgan yarim kunlik sayohatimiz shu yerda tugadi. Sizlar ham Germaniyada universitetga kirib o'qimoqchi bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.